Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar. Charchamayapsizlarmi? Kuzatuvchilar, obunachilar. Mana bu joy o'zimiz o'sha mo'jazgina yarim gektarlik 50 sotiklik yer maydonimiz. Bu joyda qilingan o'zimiz ozgina qo'lbola deb bo'ladi bu ham. Ozga beradigan yomg'ir 3 dan 3 kuba deydi. Mana bu chuqurimizda 70 kub suv bor. Böyle nasos, sufaya nasosimiz şu haqiqiy ekilgan koreyskiy navli oxirgi siz Koreyadan kirgan F1 Friga ko'chatda bolasi F1 deydimi? Shunaqa ko'chatimiz bu endi. Koreyskiy. Şimdi Farg'onadan ukamizdan olib kelganmiz mana shu ekilish tizimi. Siz koreyskiy deb yozib qo'yilgan bu yoqqa. Yo'q, koreyskiy navli qultnagimiz. Ma'lum bir bundan sonini aytib o'tirmayman endi, soni hammasi o'zi ekib kelingan. Albion, chist amerikanskiy albionimiz. Mana shu amerikanskiy dedimmi? Shu shotatlik kirgan. Mana bu alba navli qultnagimiz. Fevral oxirida ko'chat qilindi bu yoqlarga. Fevral oxiri, martda boshiga. Ko'chatchalar o'zi mana gullab ketdi. Beyozor narsa ekan bular. O'zimiz gullayapti lekin. Mana bu klerina navimiz. Ekilasi. Bir kun 2 kun raziyasini ekilgan bu dalaga. Bular ham mana o'zini stress oldi, boshqa bo'ldi. Sekin gullab meva chiqarib yotdi. Chunki bu Kleri Alba degan navlarimni oldingi yilman olib kelib o'sha oktyabr oyida yerga ekib qo'ygandim. Bu yer ko'chat bu hammasi. Yerga ekib qo'ygan ko'chatim yerga. Faktik yerga taxta-taxta qilib, yerga ekib, yerdan ko'chat muncha turpog'i bilan olib kelib yoqqa ekkanmiz dalaga. Bular shundan shunaqa meva berib bir bolar bu yotdi bular mana. Ichigina ozgina barigi bor, hosili bor. Bular endi sekin farmirovka qilib joyiga qo'yamiz bular hammasini. Shukler, ya'ni shunday shu joygacha 6-7 tarixda Kleri bor. 6-7 tarixda Alba bor. Bular hammasi yer ko'chat. O'sha kuzda yaxshi insonlarni olib kelib yerga ekib qo'ygan ko'chatlarimiz bor. Hammasi yerga ekilgan bular. Zavqutdan akamdan olingan endi. Egasi, bobosi Zavqutdan aka bu ko'chatlar. Albion, shu Klerilardan hammasini shakalardan olib kelib ekilgan. Mana bu yo'q maydonimiz. Shu o'rtamda ana bu Albion bular. Bu Maxribam ko'chatlarining bolalari. Birinchi bolasi mana shu Maxribam olib kelgan ko'chatlardan. Bu tamam koreyskiy mana. Ha, tomchilatib sug'orish tizimi. Yerimiz o'sha kun traktorda haydatdik, ariqlarni chiroyli oldirdik. Chiroyli qilib kapilli sistema tortildi. Hal joyi qotirganimiz yo'q. Shundan agroblokni yopish jarayoni ketyapti hozir. Mana arig'a. O'rta turibdi mana ko'ryapsizmi? To'ppa-to'g'ri. Shu uzunasi ma'lum bir miqdor uzunligida uzunasi kapilli sistemasi. Degan agroblokni qilyapman, ikki tomon teshamiz endi ertaga sekin. Hali bizda unaqa ariq oladigan tizimlik agroblokni mana shu ustiga oladigan to'shamalarimizni teshiklarni olib kelishga endi kuni kelganda sal katta bo'lsak olib kelamiz bularni hammasini. Buguncha bo'ladi. Bu ariqning balandligi ana shu chuqurchasidan mana qirg'oqgacha 40 santimetrdan oshiqroq balandligida. Mana. Telefonda. Mana. Shunaqa holatda magistral turbamiz keldi mana bu yoqdan kelib. Shu yerdan bu yoqqa ketgan. Mana jiyanlar xudo xolasa havo to'shamani to'shyapti sekin. 1.60 ligini olib keltirdim. O'sha Ali Barakan yigitlari, umr 160'lar berdi akalar. 82 mana. Mana bu turbalar anaqa kapilchini o'rtaga qo'yib qo'yganmiz. Ikki yondan tashlash kerak maydon teshib bo'lgan ekan. Bitta torsiz kapilchini joyiga keladi, ikki tomondan torsiz. Keyin suvini qo'yib, bu maydonimiz hammasiga Albion degan navli ko'chatimiz ekiladi. Ko'chat olish maqsadida eplasak hosillarimiz ko'ramiz uni xudo xolasa. Mana boshlarini yopibdi bolalar. Hali ham qolgan to'shama bilan yopib boramiz.
Yopilgan tizim mana shu holatda bo'lyapti. Şöyle o'g'lim mana shu elektr mana. Sekin jiyanlar bilan qo'shilib. Hech qanaqa o't degan narsa yo'q. Tomchilatish tizimi bilan sug'orish ko'pchilik bo'ladi buni. Elektr energiya ekonom bo'ladi bunga. Suv ekonom. Oziqa berish jarayoni ekonom. Hamma narsa ekonom. Hosildorlik, unumdorligi indamasa 100% bo'laveradi bunaqada. Sekin xalqimizni shu tizimga o'rgatib borishimiz kerak endi biz ham. Qachongacha ana bunaqa endi ko'chadan qancha zaborda ariq ketgan. Ana shunday ariq ketganda mana shu qishloqqa bilmayman biz 80 ta 10 tami 80 tami 90 tami xo'jalik bo'lishyapti. Ozgina ariq bor, kichkina. Mana shu bilan teng ariq borda endi ko'chada. Har 3 kunda bilmayman bir 15 odam bir bilan urush qilgan, janjal qilgan, suv talashgan. Bizlar suv talashmaymiz. 70 kub suv mana shunda. 20 minut vaqt yetyapman to'ldirib olishimga. Hatto oxirigacha to'lmayapti. No 2 qarich 30-40 sm suv ishlatyapman hozir. Shu yarim gektarga sug'orishga. Mana shu tizimimda, mana o'sha yoqdan bu yoqgacha 8 tonna suv bilan maromga kelibdi sug'orishim. Hatto bu yog'im ham 8 tonna. 8 kubdan 16 kub deng. Chunki mana bu plyonkalarni yopganingizdan keyin unaqa suv quyish shart emas. Keragan joyida tas suvini qo'yasiz. Biz maromga yetgandan keyin bo'ldi. Hozir nimasiga ko'rsataman. Mana shu yerda ariqda mana. Mana qo'lim. Mana turpoq. Hozir bugun sug'organmiz endi mana 70% dan ozgina oshib turibdi. Men suv quygan paytda 70%, 80% ham kirib 90 ham keldi. Lekin buni hali o'zini qo'yadigan mo'ljallar bor. Mo'ljallar bilan qarab qo'yamiz. Mana suv. Aytayman, bir haydaganda 8 tonna suv haydayman endi. Shu 1 kubalik suvda 8 ta to'la 3 ta yoqda. Oddiy suv qo'yganda 8 suv haydayapman. Dori qo'yganimda 6 kub. Aralar hammasini hisobladim. Ko'chatda hisoblab chiqardim. Bu yoqda har bitta ko'chatga o'zi kerak normasi bor. Buni o'zi sekin bir kun kuni tushuntirib boramiz. Har bitta ko'chatga bir mahalla yoz paytida 300 gram deydi kimdir. 200 gram, 250 gram, 150 gram. Lekin mana bunaqa to'shama qoplaganda u mana aytgan gramlar sekin pastga tushib boradi. 150 gramga tushib boradi keraksa. Chunki bu yerda o'zining ispalinasi bor, boshqasi bor. Hammasini maromda ishlamasangiz, bularda ilish tizimiga olib kelib qo'ydirib, uni halok qilib qo'yamiz. Mana shuning uchun. Shunga qarab sekin normasida. Itob buni ham hammaning turpog'i har xil. Kimning turpog'idir, sada yopishqoq turpoq, kimning qumloq turpoq bor. Qumloq turpoqda suv ko'p ketadi. Yopishqoq turpoqda suv sal kamroq ketadi. Kamroq ketmaydi, kamroq quyish kerak. Qumli turpoqqa ko'proq quyish kerak. Chunki drenaj sifatida suv ko'p singib ketadi-da. Ana shu tomonni yo'li anaqa nima deydi? Hisoblash bizniki yopishqoq turpoq. 80% yopishqoq. Chunki bu turpoqda mana tarkibida qumda o'zi yo'q-da. 80-90% yopishqoq. Odam suv qo'yib bir loy bo'lib qotib qoladi. Endi ilojimiz yo'q. Sekin tochkalarni maromiga qo'yib joylashtirib olamiz bularni hammasini. Xudo xolasa mana 3 kundan keyin ko'chat ekish boshlanadi bu yoqqa. 3 kun, 4 kun, 2 kun ekak. Maqsadimiz birdan bir maqsad xalqimiz dasturxonga chiroyli nozimatlar yetishtirib berish. Charchamanglar. Har bir insonni qilayotgan dehqonchiga baraka bersin. Mana shu trassa, men oldin safar ham aytdim. Mana bu tomonimiz Farg'ona vodiysi, vodiyning pitagidan kelgan yo'l. Chap tomonga yursangiz Toshkent. Angren trassasini chap tomondagi yerimiz, shu yerda joylashgan mana. Chiroyli qilib, mana qilib zaborlar ustidan, yevro zaborlar ustidan shunaqa chetga tortganmiz. O'sha oxirigacha. Bu yoqdan bu yoqqa qarab kelgan mana. Hamma joydan o'radik. Shu yerda garim sel urmashligi uchun, boshqa uchun. Charchamanglar aka-ukalar.